Zilola opa, nega hozir yosh o'smir bolalar sevgi haqida juda erta o'ylab qolishyapti? Bu keyin ularning hayotiga ta'sir qilmaydimi? Qiladi albatta. Judayam salbiy ta'sir qilyapti hozirgi kunda. Erta hislarni uyg'onishi, sevgi muhabbatni oshib ketishi, bularni negizida ularga nima yetmayapti degan savol tug'iladi. Aslida bu narsa yetmaganda, mana shu ehtiyojlar o'z vaqtida ota-ona tomonidan, yaqinlari tomonidan qondirilmagani sababli, demak ular mana shu ehtiyojlarni ko'chadan, tashqi muhitdan qidirishni boshlashadi. O'smir yoshlarimizda hozir jinsiy tarbiyani buzilishi, mana shu tarbiya bilan bog'liq bo'lgan tushunarsiz, ya'ni ilmsizlik natijasida bo'layotgan xatoliklar, demak bu o'smir yoshni aybi deya olmaymiz. Chunki ularda bu haqidagi ilmsizlik, bu haqidagi tushuncha hosil bo'lmaganligi sababli, demak ular ota-onadan va tashqi muhitdan ancha uzoqlashishgan. Endi hozir bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, o'smirlardagi mana shu hissiy tuyg'ular, bu hayotidagi o'sha farzandlar o'rtasidagi munosabatlar, fiziologik gormonlarni buzilishi, aqliy salohiyatni pasayib ketishi va ertaroq ular ko'p his-tuyg'ular bilan bog'liq hamma narsani vaqtli o'rganib va tugatib qo'yishlari natijasida, demak hayotda zerikish, xato qilishga moyillik va qolaversa tajovuzkorlikka moyilliklar ko'payib ketmoqda. Shuning uchun aziz ota-onalar, o'smir farzandlaringizni eshiting o'z vaqtida, ulardan so'rang, sevgi muhabbatini hurmat qiling. O'zimiz ham mana shu yosh tarzda qanday yechimlar bilan ovora bo'lganmiz, qanday yo'l tutganmiz. Sizni boshingizdan o'tgan tabiiy yondashuvlarni farzandlaringiz bilan o'rtoqlashib gaplashing va ularga to'g'ri yo'l ko'rsating.